La 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 la. Ekran yo'q, panku. Barchaga salom. Sizlar bilan men Husan Minecraft'ning yangigina videomizga xush kelibsizlar. Qarochi bor. Skringa e'tibor bermaysizlar. Doimgidek yana shu muammo. Charchadim. Qarochi, bol eng zo'ri qaranglar. Mana buni qaranglar. Zonasi shahardan shuni 64 ta izimlikka shuni sotib oldim. Borib shuni sotib olib, yana taksiga pulim qolmadi va shuni zo'r sotib oldim. Va eng qiziq bu nimasi? Shu nimasi yaxshi deyotgan bo'lsanglar qaranglar. Mana qaranglar. Oppa. Masalan, charchading ham unday qilasan va uni otib qo'yasan. Oppa. Ko'rdinglarmi? Qani. Masalanda, agar sen u yoqqa qo'y olib borib o'tirganingcha, unda o'tasan, ana qo'yaradi. Qilasan, Qarochi, mana unda ko'rdinglarmi, bola zo'r ideya edi. Qarochi, buni bilmadim nimaga olganimni, lekin qiziqdim. Let's go. Uyimga ketdim. O'zimning qishlog'im. Qanday yaxshi qishloq, a? Chiroylikkina. Qishloqcham bor mana, qishlog'im. Qaranglar, hali ham uylar o'sha bo'yicha o'zi kecha ketgan. Bugun ketdim, aytingchi. Tushunmadim. To'xtaydi, bola. Hozir meni uyim nega bunaqa bo'lib qoldi? To'xtaylar hozir. Kameralar. Nega meni uyimni ko'rsatib qo'yding? Nega ochib bo'lmayapti? Bu uy endi petratsiyaga qarachi hukumatga tegishli. Endi bu yerda biz bizda laboratoriya qilamiz. Endi sen bu yoqqa kira olmaysan, tushundingmi? Qanaqa? Meni uyim-ku bu. O'z uyimga o'zim kirgizmasa, hozir nima qilishni bilmayapman-da. Voy, bu meni uyim, tushuntiryapman. Bu meni uyim. Bizga baribir endi bo'ldi, bu bizning joyimiz, bizning bazamiz, tushundingmi? Yo'qolay bu yerda, bo'lmasa hozir qo'riqchilar chaqiraman. Hop. Bolalar tushunmayapman. Nima qilib bo'lsam kirishim kerak. O'zimni uyimga kiraman va sekin bularni haydab boraman. Yo'q. Merni chaqirmasam bo'lmaydi. Merni chaqiraman. Merni chaqirmasam bo'lmaydi. Mer mana shu yer, mana meni uyim, mana. Xo'sh, nima kerak endi sizlarga? Mer, o'zingiz gapiring. Xo'sh, nega bu joyda olib oldingiz? Bu axir hisoboyda uy-ku. Ha, meni uyim. To'g'rimi? Ha, hozir uyini qaytarib bering. Xo'sh, bu qanaqa qo'yib joyi bo'ldi. Biz bu yerda laboratoriya darslar qilamiz. Yoki siz ishingizdan ketishni xohlaysizmi? Bilasiz, agar hukumatga kimdir hukumat odamlarga kimdir birasa derilsa, yoki qo'volib ketadi, yoki butun umrga yo'q bo'lib ketadi. O'lishni xohlasangiz, mayli, xohishingiz. Yo'q, o'lishni xohlamayman. Bo'pti, tushundim. Hisobot qarachi, men senga zo'r uy ko'rsataman, o'sha yerda yashab turasan. Qanaqa uy mayli, lekin agar yaxshi bo'lsa yashab turaman. Qancha kunga? Bilmasam, bular chiqib ketguncha yashab turasan bo'ldi. Bo'pti, qaysi uy ko'rsatingchi? Ana yur orqamda. Qaysi uy? Bu yerda uy ko'rmayapman-ku. Mana to'g'rida turibdi-yu. Qaysi, shumi? Ha. Qaysi jinni bu uyda yashaydi? Tushunmayapsanmi? Boshqa uy yo'q. Yo'q, men rozi emasman. Bu uyda siqilib o'laman-ku. Unisi bu loy bo'lib turibdi-yu, hamma yo'q-ku. Shoboy yashab turaver. Oldin bu yerda bo'bish yashagandi. Keyin u ketib qolgani uchun endi sen yashab turasan. Nima, meni bo'mishga tenglashtiryapsizmi? Qanaqa ichi bo'mish? Hech qanday bunaqa 6 ta blok ichida siqilib qolaman-ku. Bo'lmasa o'zingiz yashang. Qanaqa men yashayman? Hozir yashang yoki tashqarida yasha. Menga bor-ku, men ketdim. To'xtang. La'nati ketib qoldi.
Nima qilaman? Bolalar nima qilsam bo'ladi? Nima qilib bo'lsam ichkari kirishim kerak. Kameralar bordi. To'xtab turinglarchi. Kameralar bordi bo'lmasa allaqachon kirardim. To'xtab turinglarchi. Menimcha ozgina kutib turaylikchi. O'sha hozir ketib qolish, menimcha chiqib, menimcha ketadi-yu baribir bironta joyga kutib turaylikchi. Nima bo'ldi? Birdan sezdim, qishloqchiga anani ketyapti. Bola ketyapti. Hozirroq ketsa tezroq kiraman. Xo'sh. Hoziroq, qo'rqmadim, tezroq ketish kerak. Qayoqqadir ketib qoldi. Sekin. Kameralar bor. Qandaydir qilib o'zim o'tishim kerak bo'ldi. Qanday qilib kameralardan o'tishim mumkin? To'xtanglar. Bunday qilsa bo'larmikin, a? Oho. O'sha qilib ko'rishimiz kerak. La. Yo'q, bo'lmaydi ekan. Yo'q, bo'ladi. Ha. Yo'q. Adashdim. Voy. Bo'ldi, cheklarni to'sib qo'ysam yetadi menimcha. Va qo'yildi. Ha. Qaramay turganda to'shim kerak. O'toldim. Bola o'toldim. Endi qanday kiraman? Aytgancha ochiq emas u. Buni ochib bo'lmaydi. Bo'lib kod kerak bizga. Kod kerak. Sekin. Kodi nechi? Tavakkal. 1 2 3 4. Yo'q, to'g'ri bo'ldi. Bola to'g'ri bo'ldi. Qanday? Tezroq kirishga kirdim. Shuncha kompyuter nima kerak? Avtomat. Yo'q, avtomat. Kamera bor ekan bu yerda ham. Hozir. Iltimos bo'lsin. Yes. Birazdan qilishim kerak. Xo'sh, burada. Tanıtı. Yo'q, faqat iltimos tanıtı emas. Avtomatlar. Yo'q, men tushunmadim. Nega avtomatlar? Bolalar, tushunmayapman. Nima keragi bor? Bu yerda laboratoriyaga avtomat va kompyuterlar va dinamitni. Nima bu? Yo'q, bola, bu nima? Yo'q, bo'ldi, kirmayman. Yo'q, o'z uyim uchun harakat qilishim kerak. Bularni ne qilib chiqmasam, qandaydir angday bor meni. Aniq bilyapman bo'ldi. Aniq bir narsa bor. Bu yerda ham kamera bor. Qaramay turganda o'tib olishim kerak. Hozir qarayapti. To'xtab turing. Dinamit. Qaranglar. Dinamit juda ham katta ekan. Oy, do'd. O'zi kichkina. Bu bombadek katta, ay. O'sh. Dinamit o'zi. Opa. Va buzish kerak. Buzdim. Kamerani. Ana aynaklarini buzdim bo'ldi. İlib qo'yamiz qaytib va 1 2 3. Xo'sh, bismillah. Sekin. Nima bor bu yerda? Menimcha hech narsa yo'q. Iltimos, meni o'ldirma. Endi kech qolding. Nimaga kech qoldim? Qani meni. Mayli, men ketdim. To'xta, mening mutant zombiyim qani? Qanaqa mutant zombiyni bilmadim-ku, lekin yaramas. Sen aldoqchi. G'alati narsalar saqlab o'tiribsan ekan. Yana mutant zombi deydi. Sen o'limga mahkumsan. Xayr. Nima bo'ldi?
Bolalar. Bolalar, men nihoyat o'z uyimni saqlab qoldim. Yaramas. Ablah. Portlab ketdi ya. Xudoga shukr, yana bitta do'sti keladi. Mana bularni yig'ishtirish kerak, qanaqadir narsalarni yo'qotish kerak. Bema'ni narsalar nima keragi bor? Mana buni nima keragi bor menga? Buni ham sindirish kerak. Hozir bu tinitlarni olib tashlamasam, shuncha muammo, menga nima keragi bor edi? Shuni ham ko'ta qisib qo'yishdamaydi. Bular hukumatdagi odamlar emas shekilli menimcha. Aniq bular hukumat odamlari emas. Yaramaslar. Bo'ldi. O'z uyimni qutqarib qoldim. Mana nihoyat bo'ldi. Shuncha indilardan kerak. Mana buni olamiz. Qaranglar. O'rgatib o'ramiz. Qaraychi, musorlar bizga kerak emas. Kimga kerak o'zi? Olaversin. Biz o'zimizning uyimizni saqlab qoldik. Qaraychiga qilamiz. Bo'ldi. Avtomatlar ozroq. Bu avtomatlarni yo'qotish kerak. Hozir yo'qotamiz. Mana bu yoqqa qo'yamiz. Hammasini solib tashlayman. Menga kerak emas. Nima keragi bor bularni? Yaramas. Bular aldoqchilar ekan, nastayash aldoqchi ekan. Xudoga shukr bo'ldi. Yaxshiyam men o'z uyimni saqlab qoldim. Bo'ldi. Sal qo'zib uyimdan o'zimiz ham yo'lib ketardik. Bular bilan nimani rejashtiryapti? Hayronman. Aniq kimdir ishida mayli bo'lsa ham. Sizlar men Husanboy bo'ldim. Keyingi videomda ko'rishguncha hammaga xayr. Bola video yoqqan bo'lsa, like, obuna bo'lib qo'ying. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yish unutmanglar.